Barchaga bugungi soliq forumi 2026 forumuna xush kelibsizlar. To'rayev To'ra Ergashevich, O'zbekiston Respublikasi Soliq komiteti boshqarma boshlig'i. Siz tadbirkorlar, siz soliq to'lovchilarga yengillik yaratish maqsadida prezidentimiz, hukumatimiz tomonidan bir qator yengilliklar, imtiyozlar yaratildi. Ministerlik kabinetinden arnaulu işte batırılgan. Kartadan kartaga o'tkazmalarni foizsiz amalga oshirsangiz bo'ladi. Yetiştirişini qo'llab-quvvatlash maqsadida ishlash. Soliq mobil ilova orqali o'zlariga belgilangan soliqlarni to'layapti. Mana shunday yorug' yuzda sizlar bilan diydorlashish hammamizga nasib etsin. Xush kelibsizlar. Rahmat katta.